Avtoviber kanalida 94 ming yurgan 22-yil mashinamizni uzletda ishlaydigan Ilhom aka qaytdasiz aka, zo'r mashina kelib qoldi-yu. 3-pozitsiya Gentra oq rangda. Katta bolalar mashinasining oqi. Aka, mashinamizni motor holatlarini bitta ko'ring. Zo'r holatda. Akalar, mashinamiz Dehqonda. Mashinamiz pakelina gazlari bilan to'rtta yumshoq balonda ishonarli xaridorlarimiz bo'lsa, genam berilaveradi. Mashinaning dokumentlari behijolat, akkuratniy holatda turibdi. Mashinamiz yurgan probegi 94 ming probegda. Magnitofonlar zavodskiy, ikkita odamdan ko'p odam yuklamagan. ABS, konditsioner hamma yo'g'i bor. Luklarigacha. Mashinamiz orqadan ko'rinishlari akalar. O'zini zavodskiy fara stoplarda turibdi mashinamiz. Mana shu yerda o'zida ozgina petnos bor, kraskasi qolgan joyi top-toza. Mashinamiz yili 2022-yil. Sizlarga Avtoviber kanalida 94 ming yurgan 22-yil mashinamizni 11.800 ga sirosga baholab qo'ydik. Pastga nomer qo'yib qo'yamiz. Telefon qilib bemalol savdo qilaverasizlar. Sog' bo'lasizlar, Gentra degan olaman deganlarga jo'natib qo'yaverasizlar.